2026-yilda yo'nalish qidirib yurgan startaplar uchun 250 kiloga mo'ljallangan proteinamizni taklif qilamiz. Hop, 300 kilo suzmaga tuz qo'shgan mikser to'g'rab, eng kichkina minimal varianti. 500 kilo suzmani zardobini chiqargan press 8 soat 10 soatda zardobini chiqarib ishlab chiqarishga tayyor qilib beradi. 9 grammda 700 kilogacha bir ish kuniga qurut ishlab chiqarish quvvatiga ega steroidimiz. Chiqarilgan qurutlarni quritgan addonlarimiz 30 dona bo'ladi, 250 kilo plus yuk ko'taradi. Hop, uskunamiz 220 voltda kompressor krema silindr bilan ishlaydi. Tayyor bo'lgan mahsulotni qadoqlab bozorga olib chiqish uchun vakuum qadoqlash apparati. Chiqargan mahsulotingiz 6 oygacha sifatini, kilosini yo'qotmasdan bir xil turib beradi. Shularni hammasini Andijondan boshlab butun dunyo bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Yetkazib berish kelishilgan holda. Dunyo bo'ylab albatta. O'zbekiston ichida yetkazish o'rnatish xizmatlari narxining ichida. Liniyani materialining turiga qarab narxlar o'zgaradi. Bu ko'rganlaringiz hozir eng byudjetli varianti. Liniyani ko'rinishi bechora ko'rinishi mumkindir. Xitoy diatrallarga dam beradi lekin. Onaqa paxtaslarda ham bormi? Yo faqat anchaga kelgan bu narsalar. Hamma yo'q shunaqa ya. Assalomu alaykum hurmatli quruvchilar va bo'lajak quruvchilar. Xo'p, agarda kimgadir bu ko'rinish yoqmaydigan bo'lsa, rangini tanlash imkoniyati bor, materialni o'zgartirish imkoniyati ham bor. Mana bu ker qurtobni bitta chiqarib ko'rdik xolos. Qanaqa dumaloq shaklda chiqarishini bilgani. Endi buni otib olamiz. Ishlashini ko'rib bitta baho beringlar. Xo'p, endi buni qadoqlab, istarofga chiqib ketamiz-da.